Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa bugun 14-mart sanasi bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshodi mol bozoridan video taqdim qilamiz. Videolarimizda faqat ho'kizlar chiqadi. Birinchi kattalaridan boshlaymiz, undan so'ng kichkinalaridan tugatamiz. Do'stlar, videolarimizga maksimum darajada har doimgidek bittadan like, podpishka qo'llab-quvvatlash va undan so'ng do'stlar, albatta kommentariyani dang'illatish esingizdan chiqarib qo'ymang. Kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziq videolar bizning kanalimizda chiqib boradi do'stlar. Mana do'stlar, kalimiz bor, bu yerda boshqa ho'kizlarimiz, xullas bu yerda ho'kiz juda ko'p. Xudoolasa birin-ketin ko'rsatib boraman do'stlar. Bugun 14-mart sanasi bilan birgalikda. Aka, necha pul bozor savdo qilyapti? 34 ga? 34 million do'stlar. Angus borada 34 millionga savdo bo'lyapti, berishmayapti. 34 million. Zo'r do'stlar, 34 million. Aka, ola necha pul bo'ldi? 33 million do'stlar. Mana bu olamiz 33 ga, bunisi 34 million bozor savdo qilishyapti. Necha yoshda aka bujon? 1,5 yoshda. 1,5 yoshda tish yormagan deyapti. Mana. Yana olamiz. Sizdanmi bu? Necha pul qildi akajon? 31,5 million so'rayapti. 31,5 do'stlar bozor savdo qilishyapti. 31,5 ga berishmayapti. Necha yoshda bu? 3 yosh. 3 yoshda do'stlar, 31,5. Zo'r lekin. Mana bu olamizni ko'ramiz. Olani ham ko'rishlaringiz. Ola kimdan ekan? Savdo necha pul bo'ldi aka? 60 deyapmiz, 60 narx qo'yilyapti do'stlar, 60 million. Bozor necha pul qildi akajon? Bozor 50. 50 million do'stlar. Surxon chorva. Mana do'stlar. Surxon chorva deb yozasiz. Yo'q, Ro'za.uz ol faqat moshin bozor. Bu mol bozor. Yo'q, moshin bozor u. Kerak emas. Moshin bozor kerak emasmi? Mol bozor kerak. Ha, mol bozorga o'tib olasiz bo'lmasa. Qaysi sotildi aka? Ola sotildi. Mana bumi? Ha. Necha pul? 25 million sotildi. 25 millionga do'stlar, mana shuni sotildi olamiz. 25 million. Mana bu yerda pul sanash jarayonlari bo'lyapti. Xullas 25 ga ketdi. Qani o'tamiz. Necha pul bo'lyapti aka? 45 million. Bittasimi? Ha, ikkalasi 45 million do'stlar. Mana bu qora bilan ikki olamiz 45 million savdo bo'lyapti. 45 millionga berishmayapti do'stlar. 45 million. Sizdanmi bu? Bunisimi? Necha pul bo'ldi aka buni qoramiz, olamiz? 24 million do'stlar. 24 million savdo bo'lyapti, bermayapti. 24 millionga. Ana olib qo'yamiz. Molla bu necha pul qilyapsiz? 20 million kerak. 20 million do'stlar. Sen olmay buni tortishib turibmiz. Ana 20 million. 20 million bo'lsa olaman shu. 20 million do'stlar. Mana 20 millionga savdo bo'lyapti, berishmayapti mana shu. Ho'kizimiz do'stlar. Ha, bu sarig'imiz ne kimlar ekan? Sarig'imiz zo'r ekan lekin. Va uni sariq sizdanmi? Sariq ham zo'r ekan lekin. Hozir o'tamiz do'stlar. O'tib. Aka, qora necha pul bo'ldi? Ko'ring aka, 23,5 so'rayapti. 23,5 do'stlar savdo qilishyapti. 23,5. Mana. Ha, yurg'azing, ozgina yurg'azing. Hech ana 25 million ketgan ho'kiz. 23,5 do'stlar, orqalarigacha ko'ryapsizlar. Вообще zo'r bittasi. 23,5. Qaysi savdo bo'lyapti aka?
Neç pul bo'ldi bu ola? Yigirma uch million 324 million bozor savdo qilishyapti do'stlar. 23 million 324 million savdo bo'lmoqda. Nech pul bo'ldi akajon? 24,5 do'stlar. 24,5 ga berishyapti do'stlar. 24,5. Nima qilasiz? Ishda endi. Qo'ynayim bir o'kishga. Qo'yda. Olmagan ko'tarilmadi rasman. Mana qaramiz do'stlar. Nech pul qilyapti? Nech pul bo'lyapti aka? 35-36 do'stlar. Mana bu qorani aytyapman. 35-36. Bola sizdan emasmi? Bola kimdan ekan? Assalomu alaykum. Ana savdo jarayoni do'stlar. Nech pul bo'lyapti savdo aka? 17,5 do'stlar. 17,500. 17,500 do'stlar. Mana bu yo'q olib qoralarimiz. Nech pul bo'lyapti akajon? Bitta o'zini 23 million. Bunisini 21,5, 23 million bozor savdo qilishyapti do'stlar. Berishmayapti. Benodim ol deyapti akamiz. Mana. Zo'r do'stlar. Mana ikkita ola bir joyda. Aka olalar nech pul bo'ldi? Ikkalasi 35,5 do'stlar. Olalar 35,5 bozor savdo qilishyapti. Hozir sariq nech pul bo'ldi? 16 do'stlar. 16,5 so'qa. 16. Mana do'stlar. 16,5 egasi bilan sotdi. Nech pul bo'ldi aka bu? 16 million. 16 million do'stlar. 16 million. Mana bu yerda olamizdan. Ola nech pul bo'ldi akajon? 20? 20. 20 million do'stlar. Savdo bo'lyapti. Kal nech pul bo'ldi akajon? Kalni so'raganiga beraman onasini tushmoq. Nech pul? So'ragan nech pulga berasiz? Uni 13 million 800 ming so'rayapti. 13,800 do'stlar. 13,800. Ga berishmayapti. Nima ish qilish kerak u? Mol o'tkazib sotib bo'lmasa, o'tkazib bo'lmasa nima qilish kerak? O'g'irlab olib kelsa, qo'ymasa. 13,800. Nima qilish kerak? Telefon nomerni bitta bering. Jon bo'lsa onasi hamsa. Telefon nomerni bering. 99 710 0810 nomerga telefon qilib bog'lanib, mana shu ho'kizni olingiz do'stlar. Mana shu Bizni to'libyapti, uyga astat mollar qolib ketgan. Ana, astatiklari ham bor ekan. Yotdi uyda 20 talar. 20 talar. Bo'lmasa aloqaga chiqaversin. Bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Telegramdan tashab beradi albatta. Bog'laning, oling, albatta boqing deydi-ku. Aka ola nech pul bo'ldi? 14,300 do'stlar. Mana shu olamiz savdo bo'lishyapti. Mana bu ikkalasini, do'stlar 18 million so'ra. 18 deyapsizmi? Ha, 28 do'stlar. Ming bor o'zi. 28 million bozor savdo qilishyapti ikkalasi. Shuni bir joyda, ana do'stlar savdo jarayonlaridan. Ha. 13,400 do'stlar mana. Baraka top desang. 13,400 do'stlar. Ketdi 13,400. Savdo. 13 million 100 mingga qaraman. 100 ming orada pul qolyapti menimcha. Nech pul bo'ldi aka bu? 16 do'stlar. Mana qoramiz 16 million. Ha, 16 million. Aka bular nech pul bo'ldi? Mana bo'lsa 11,5. 11,5. 13,200 do'stlar olamiz. Birisi 11,5 bozor savdosini qilishyapti. Ikkalasi 13,5 do'stlar. 13,5. Qoralar bor ekan. Ana ikkalasi. Nech pul bo'ldi? 15? 15 do'stlar. O'zi. Bunisi aka? 15,5 do'stlar.
15 ga 15,5 bozor savdosini qilishyapti. Berishmayapti. O'chiring ya ovozini ya buning. Hurmatli tishirsangiz rasmga tushing. Rasmga tushaman deyapti ya. Mana do'stlar. Hech bir bo'ldi aka. 13,5. Buzog'imiz. 13,5 ga berishmayapti. 13,5 ga mana shu buzoq bermayapti. Nech pul bo'ldi akajon? 14,5. 14,5, 13,5. Albatta siz ham ko'rindingiz. Mana do'stlar. Instagram hammasi sizda bo'ldi. Qana qora nech pul qilyapsiz aka? 13 do'stlar. 13 bilan bozor savdo qilishyapti. Berishmayapti do'stlar. Mana biz sariqni nech pul qildi? 13 million so'rayapti. 13 million do'stlar. 13 million. 13,5 bo'lsa mayli. 13. Aka nech pul qildi? 13,5 do'stlar. Ola nech pul qoldi aka? 12,5 do'stlar. Olamiz. Juda ham zo'r ekan. Tiniq holatda 12,5. 12,5. Bunisi akajon? 9 million do'stlar. 9. Nech pulga oldingiz yo sotilyapti aka? Qaradaniga shu buni bor. Nech pul bo'ldi aka? 14,5 so'rayapti. 14,5 do'stlar. 14,5. Nech pul? 11,5 do'stlar. 10,5. 10,5 do'stlar. 10,5. Ha, mana bu qiziqqanlarga do'stlar telefon nomerini ayting. 88lik 191 191 0407. 0407 nomerlarga telefon qilib bog'lanamiz do'stlar. Abbos akamizga bemalol. Mana ola sariq. Sariq nech pul bo'ldi aka? 9. Bunisichi? 10,5 ga 9,5 savdosi bo'lishar do'stlar. Aka. Qaysi kanal? Surxon Chorva. Do'stlar kanalda ham adashyapman. Kanalning nomlarini o'zgartirganman. O'shaning uchun do'stlar kanalda ham o'zgarishlar bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar. Voy, nech pul bo'lyapti? 7,5 do'stlar. Mana yana. Nech pul bo'ldi aka qora? 19 million do'stlar qoramiz. Savdosi bo'lishmoqda, berishmayapti. Bunisi akajon? 12. Chaqchayib turibdi do'stlar. Ana do'stlar yana qora. Bizlar sariqlarimiz ham. Nech pul bo'lib qoldi bular uka? 19 dan so'rayapti. 19 dan bir joyda. 19 dan bir joyda do'stlar. 3 tani bir joyda Angus deyapti akamiz. Albatta Angus. 19 dan. Bormi boshqa sotiladigan? Bunisi tarqataylik nima? Yo'qmi? Video bormi? Hozir buni sherigini sotdik. Video bor. 22 ga sherigi bor do'stlar. Sotildi. Video ham bor deyapti akamiz. Telefon nomerni ayting. 91lik 581 1176 nomerlarga telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi.